Yes, yes, yes. Deverish joningizga tegdimi? Sizni bu muammodan qutqaraman. I agree. Men roziman. I think so. Shunday deb o'ylayman. All right. Yaxshi. I do my best. Qo'limdan kelganini qilaman. I will do it as soon as possible. Qo'limdan kelgancha bajaraman. Hello. 30 soniyada 3 ibora. Do'stlar bilan inglizcha gaplashishni o'rganamiz. Qani boshladik. What are you up to? Nimalar bilan bandsan? What are you up to? Let's hang out. Birgalikda vaqt o'tkazamiz. Let's hang out. Sounds good. Zo'r eshitilyapti. Zo'r. Kommentda gaplar tuzing va follow bo'ling. Telefonda inglizcha gaplashishni o'rganamiz. 30 soniyada 3 ibora. Can I speak to Gulnoza? Gulnoza bilan gaplashsam bo'ladimi? I will call you back. Keyinroq qaytaraman. Hold on please. Iltimos kutib turing. Yana ham ko'proq daily phrases uchun kanalga obuna bo'ling, kommentda gaplar tuzing. Ishda yoki o'qishda kerak bo'ladigan eng foydali inglizcha 3 ta ibora. I am busy right now. Hozir bandman. I will do it later. Keyinroq bajaraman. Let's start. Qani boshladik. Kommentda gaplar tuzing. Follow for daily English phrases. Hello. 30 soniyada 3 ibora. Do'stlar bilan inglizcha gaplashishni o'rganamiz. Qani boshladik. What are you up to? Nimalar bilan bandsan? What are you up to? Let's hang out. Birgalikda vaqt o'tkazamiz. Let's hang out. Sounds good. Zo'r eshitilyapti. Zo'r. Kommentda gaplar tuzing va follow bo'ling.